Bizning uningdan dars olishimiz uchun, bizning ularga o'xshash kasal bo'lib qolmasligimiz uchun ruhiy jihatda, iddiya jihatda ularning voqelikni bizga aytishga boshladi. Shunday bugungi kunimizda Alloh subhanahu va taolo ma'lum ishlarga bizni buyurgan bo'lsa, biz qo'limizni o'tkazolmay, hikmatini tushunolmay ba'zi bir savollarni so'raymiz. Shunga o'xshash. Ama maqam Allah'ın ölükni tirildirganligini öz ko'zi bilan ko'rgandan keyin vaqt o'tgan sari qalbi qitib ketdi. Ne uning qalbidan bir ilm daryosi chiqdi, ne uning ko'zidan toshdan tomchigan o'xshash bir yosh bir tomchi chiqdi, ne ular qalbidagi kibrini tozalab Allohga egildi, Allohga bo'ysun. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qarindoshlar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Sur Baqara darsimizdan kelgan yerimizdan boshlab davomini o'qiymiz. Biz ilgirki darsimizda Sur Baqaradan 61-oyatgacha bo'lgan mazmunlarni o'qigan edik. Biz endi alhamdulillah bugun Sur Baqaraninki 62-oyatidan boshlab darsimizni davom qilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Innallazina amanu wallazina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala Sure Baqara'nın 62. ayetinde şundaq deydi. Hakikaten Allah'a işengen kişiler, Yahudiler, Nasaralar, yani Hristiyanlar ve Sabi'illar, yani her qandaq bir xata dillarning hammasini rad qilib, o'zining fitrat bilan Allohga ibodat qilayotgan Sabi'illardan kimki Allohga va oxirat kuniga ishonsa va amila soliha va yaxshi foydali ishlarni qilgan bo'lsa, falahum ajruhum inda robbihim, ular uchun Robbining qishida ularga ajri bor. Wala xawfun alayhim, ular kelgusidan andishi qilmaydi. Ularga qo'rqinch yo'q. Wala hum yahzanun, ular ilgirki ishlar qarta qayg'urmaydi, ularda qayg'urish bo'lmaydi. Qarab qargan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ismi nim bo'lsin, Allohga ishongan mu'min deb atalgan bo'lsin, Yahudi bo'lsin, Nasara bo'lsin, Sabiin bo'lsin, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan ilgari kelib yashab, o'zining payg'ambariga ishonib, shirk qo'shmay, Allohga iymon etgan bo'lsa, oxirat kuniga ishongan bo'lsa, yaxshi ishlarni qilgan bo'lsa, uning hech qaysi birisining amali qilgan yaxshiligi zayo bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala ularga ajr beradi. Ular qiyomatda hech bir qo'rqinch, qayg'u bo'lmaydi deb aytadi. Bu oyat qachon tushgan desanglar, Salman Farisi radhiyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga: "Ey Rasululloh, men shundaq bir nasaralarninki, poplarning qishida turganki, ular haqiqatan Allohga ishonatdi, Allohdan qo'rqatdi, oxiratga ishonatdi, yaxshilarni qilatdi, yig'lab ibodat qilatdi. Bularning ahvoli qandoq bular?" degan vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatni nozil qilgan. Demak, ismi Yahudi bo'lsin, Xristian bo'lsin, nim bo'lsin, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam kelishidan ilgari Allohga ishonib, oxiratga ishonib yaxshi qilgan bo'lsa, uning ajri beriladi. Mesela bu yerdagi ismininki islom bo'lishi, Xristian bo'lishi, Yahudi bo'lishi emas. Mesela Allohni bir deb tunishi, oxiratga iymon etishi, yaxshini qilishi. Çünkü bizning dinimiz hech qanday bir kishiga zulm qilmaydi. Hatta masalan bir odam islom faqat yetmagan bo'lsa, islom haqida faqat anglab bakmagan bo'lsa, ba'zi olimlarimiz qiyomat kuni bulardan ayrim bir imtihon ilinadi degan bo'lsa, ba'zi kishilar bular jannatga kirib ketadi deydi. Demak Allah subhanahu va taolo Qur'on Karimda aytganda: "Va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Bir elchi va yoki elchilik ularga yetmagan kishilarni Allah subhanahu va taolo qanday qilmaydi? Azoblamaydi, jazolamaydi. Ondan keyin Allah subhanahu va taolo Bani Isroillarningki voqealigini bizga eslatishga boshladi. Bizning undan dars olishimiz uchun, bizning ularga o'xshash kesel bo'lib qolmasligimiz uchun ruhiy jihatda, iddia jihatda ularning voqealigini bizga aytishga boshladi. "Va iz akhadna mithaqakum." Biz o'z vaqtida sizlardan, ya'ni Bani Isroillardan misoq olgan edik. Misoq degan nima? Qasam bilan qilingan va'da. Qat'iy buzishga bo'lmaydigan va'da. Ya'ni Bani Isroillardan Allah subhanahu va taolo Musa alayhisalom Tavrat elib kelgan vaqtida Tavratni qabul qilishga, uningga amal qilishga ahd olgan. Bu orqali Allah subhanahu va taolo bizlarga shunday deb aytadiki, Allohning diniga kirgan har qanday bir odamdan, ya'ni men Allohning dinini, Allohning kitobini qabul qildim degan odamdan Allah subhanahu va taolo misoq buzishga bo'lmaydigan va'da olgan bo'ladi. Islom diniga kirdim deganlik, siz Allah subhanahu va taolo bilan misoq tuzdingiz, buzg'ul bo'lmaydigan bir to'xtam tuzdingiz deganlik bo'ladi. Bizning to'xtamimiz bo'lsa Qur'on Karim bo'ladi. Ya'ni Qur'on Karimga amal qilishga Allah subhanahu va taologa va'da bergan bo'lamiz. Bani Isroillar ayni davrda Allah subhanahu va taolo Musa alayhisolamga Tavratni tushirgan vaqtida ana shundaq va'da bergan. Allah subhanahu va taolo ulardan va'da olgan. "Va rafa'na fawqakumut tur." Biz sizlarning ustinglarga tur tig'ini ko'tardik deydi. Ya'ni ular ana shundaq va'dani bir bulab, qasamni bir bulab, biz musulmon bo'ldik, biz Alloh qishimiz, biz Tavratga amal qilamiz deb bulab, yana olgandan keyin Allah subhanahu va taolo ularga tur tig'ini ko'tarib, xuddi bulutga o'xshash ustida ko'tarib turgan. Ular tur tig'ining ustida ana shundaq bisvatkili, dumkim turvatkili tasliq qilgan holatda
tağni ko'rgandan keyin darhol tövbe qilishgan. Alloh subhanahu va taolo ularga "Xuzu ma ataynakum biquwwa" sizlar u Tavratdagi hukmlarni, barliq ko'rsatmalarni kuch bilan tutinglar degan. Alloh subhanahu va taoloniki Tavratni kuch bilan tutinglar, mahkam eslanglar deganlik nima degan gap? Chin siqimdanglar degan gapimiz. Ya'ni u Tavratdagi hukmlar, ko'rsatmalar sizlarningki xohishinglarga to'g'ri kelsin, to'g'ri kelmasin. Uning hikmatini sizlar tushuninglar, tushunmanglar. Keskin iroda, qat'iy tirishchilik bilan unga amal qilinglar degan. Her gözüm bu şanlık olan mani kılanmaydı ekanmiz, mani itenmeydi ekanmiz, ma bizning hozirgi sharoitimizga mos kelmaydi ekan emas, bil quwwa, kuchimiz bilan, ya'ni amal qilishga kuchimiz bilan tirishimiz kerak. Bu ayni davrda Bani Isroillarga yeyilgan gap bo'lsa, bugun kunimizda Alloh subhanahu va taolo u voqelikni bayon qilish orqali Qur'on Karimga mahkam eslanglar, kuchinglar bilan tutinglar, ya'ni qat'iy iroda bilan, keskin tirishchilik bilan Qur'on Karimning hukmlariga amal qilishga tirishinglar degan buyruqni bizga berdi. Ya'ni Bani Isroillarning ustiga tag'ini ana shunday akab qo'yib turib Alloh subhanahu va taolo mushu buyruqni qilgan. Vazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Va u Tavratdagi hukmlarni esinglarda tutinglar. Ya'ni Tavratdagi qilinglar, qilmanglar degan buyruqlarning hammasini yodinglarda saqlanglar. Bu yodlanglar degan gap emas. Bazarda bo'lsin, uyda bo'lsin, ibodat qildigan yerda bo'lsin, siyosat maydonida bo'lsin, qanday yerda bo'lsin, u hukmlar esinglarda tursin. Hargizmi masjidda musulmon, bazarda musulmon emas, munda bo'lmanglar. Vazkuru ma fihi. U hukmlarning hammasini esinglarda saqlanglar. Hayotingizning hamma qatlamlarida u Tavratning hukmlari esinglarda bo'lsin deyish orqali bizlarga Alloh subhanahu va taolo ma Qur'onning hukmlari sizlarning hayotingizning hamma tarafida esinglarda bo'lmasa, sizlarmi Bani Isroillarga o'xshash bo'lib qolasizlar. Ma Qur'onning ko'rsatmalarining hammasi har yerda esinglarda tursin deganga ishorat qiladi. Mushunda qilgan vaqtimizda Qur'on Karimning hukmlarining hammasini hayotimizning hamma taraflarida esimizda tutgan vaqtimizda mayli nikoh bo'lsin, mayli taloq bo'lsin, mayli so'z setiq bo'lsin, mayli ibodat bo'lsin, mayli oila bo'lsin, la'allakum tattaqun. Biz ondan keyin taqvo bo'la olamiz. Alloh subhanahu va taolo shunda qilsanglar taqvo bo'la olasizlar deydi. Ya'ni taqvolikning yo'lini ko'rsatib qo'ydi. U bo'lsa qaysi? Nafsimizga ig'ir kelsin, kelmasin, Qur'onga mahkam eslish, uningga qat'iy iroda bilan amal qilish va shundaqla har vaqt Qur'onning hukmlarini esimizda tutish. Bani Isroillarga Alloh subhanahu va taolo mana shundaq buyruqlarni qilgan. Tog' ustida turgan bo'g'achqa ular shuning hammasiga ma'qul degan. Thumma tawallaytum min ba'di zalik. Oşunundan keyin sizlar yenib oldinglar deydi. Ya'ni Bani Isroillarga ustiga tog'ni akab qo'yib turib, mushu gapni qilgan vaqtida ma'qul degan. Allohga qasam qilgan. Biz amal qilamiz degan. Ondan keyin, ya'ni tog' asliga qaytgandan keyin ular yenib olgan. Xuddi bugun kunimizda bir qiyinchilik qushigan vaqtimizda men saqaysam undaq qilma, yaxshilansam mundaq qilma, ziyon tatib ketdim, pul topsam mundaq qilma. Zulm ostidagi vaqtimizda hozir imkoniyatimiz yo'q, zulmdan qutulgandan keyin, erkinlik erishgandan keyin undaq qilma, mundaq qilma deb va'dini berib bulab, u qiyinchilikdan qutulgandan keyin yenib olgan kishilarga o'xshash Bani Isroillarmi yenib olgan. Demek bu ayet ilgili bir tarixlam sözlemaydi. Bizga nurg'ulgan uçurlarni berdi, yo'l ko'rsatdi va eslatdi. Chunki biz qiyinchilik chiqqan vaqtimizda nurg'ulgan va'dalarni beramiz. Ammo u qiyinchilik ko'tarilgan vaqtida yenib olamiz. Shundaq bo'lib qolsa, ahvolimiz Bani Isroilniki o'xshash bo'lib qoladi. Falawla fadlullohi alaykum va rahmatuhu lakuntum minal khosirin. Agar Alloh subhanahu va taoloning fazli bo'lmagan bo'lsa sizlarga, ey Bani Isroil, va shundaqla ey bugun kundagi Qur'onga amal qilman degan musulmonlar, Allohga va'da berib yenib olgan musulmonlar, Allohning sizlarga fazli bo'lmagan bo'lsa, rahmati bo'lmagan bo'lsa, sizlarga shafqati bo'lmagan bo'lsa, lakuntum minal khosirin. Sizlar ziyon tortquchilardan bo'lib qoladinglar deydi. Qanday ziyon tortquchilardan bo'lib qoladi? Alloh subhanahu va taologa ana shundaq va'dalarni berib, qiyinchilikdan qutulgandan keyin yenib olgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo halok qiladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo fazli bilan rahmatini halok qilmadi. Sizlarni ziyon tortquchilardan bo'lib qilishinglarga yo'l qo'ymadi. Rahmet o'g'anlik uchun, shafqat o'g'anlik uchun sizlarga fazli ihson qilib. Va laqad alimtumul-lazina i'tadaw minkum fis-sabt. Albatta sizlarning ichinglardan shanba kunda chekdan oshgan, haddidan oshgan kishilarni bildinglar. Ularning voqeligini xabar topdinglar deb aytadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Bani Isroillarga, Yahudilarga mundaq bir sinoqni qo'ygan. Ya'ni sizlar shanba kuningizda faqat Allohga ibodat qilinglar, tijorat qilmanglar degan bu buyruqni qilgan. Ular ma'qul degan. Ammo Alloh subhanahu va taolo shanba kuni bo'lsa, biliqni nihoyat ko'paytib etgan. Biliqlar suv yuziga chiqib, sakrishib o'ynaydi. Bani Isroillar bo'lsa, buni bir sinoq ekanligini, imtihon ekanligini unutib, Alloh subhanahu va taoloning bu ko'rsatmasiga uyon o'ynagan, yil o'ynagan. Ya'ni ular juma kuni kechda to'sab qo'yib, yakshanba kuni at degan, shanba kuni tushgan biliqlarning hammasini tutib, mana shundaq Alloh subhanahu va taoloning buyruqiga o'yin o'ynagan. Qarab qilgan bo'lsak, bugun kunimizdami Alloh subhanahu va taolo ba'zi ishlarni qilmang deydi. Dal shu vaqtda bizning oldimizga biliqlar kelishga boshlaydi. Alloh qilmang degan ishlardan foyda ko'rindigandek ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo yolg'on aytmang deydi. Shu so'zimiz yolg'on aytsak, nurg'un foyda keldigandek ko'rinadi. Dalmi shu bizning oldimizga kelgan biliqlar. Agar biz shunda biliqlarni yap qolsak, tutib qolsak, unga hiyla ishlatib, boshqa bir ism qo'yib, siyosat o'ynab, hiyla mikr ishlatib qolsak, ahvolimiz Bani Isroilga o'xshash bo'ladi. Demek bu ilgirki vaqa emas. Bizlarga bildigan bir ders. Bani Isroillar ana shunda qildi. Uyan o'yinda hiyla ishlatdi. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Biz ularga sizlar xor maymun bo'lib ketinglar dedik. Alloh subhanahu va taolo bu insonlarningki o'z inson bo'lsa-mu, lekin yaratgan Robbiga hiyla o'ynab, Alloh subhanahu va taoloning aldashga uringanligi sababli jism maymun bo'lsa-mu, ruhiy jihatdan maymun bo'lib ketganligi uchun ularni xor maymunga aylantirdi. Bazı alimlerimiz ular manevi cihatta, ahlaki cihatta, ruhi cihatta ana shunda xor maymunga o'xshash bo'lib ketgan desa, ya'ni bazı alimlerimiz shanba kunda haddini oshgan Bani Isroillarning bir qismi haqiqiy maymunga aylanib, ularning nasli qurib ketgan deb qaraydi. Shundaqla bu kuchli ko'z qarash. Demak, bir inson Alloh taolaning buyrug'iga ana shundaq hiyla o'ynaydi ekan, u odam inson bo'lsa-mu shaklda, mohiyatda maymunga o'xshash va shundaqla ruhiy jihatda xor bo'lib ketadi. Bu bizga berilgan bir ogohlantirish. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha va ma khalfaha. Biz bu shanba kunda Yahudilarning hadini oshgan bu voqeasini, ya'ni hiyla ishlatgan bu voqeasini shu vaqt kishilarga ibrat qildik. Va undan keyin keladigan kishilarga va qiyomatga keladigan kishilarga bizlarga ibrat qildik deydi. Yani ey müminler, ey Müslümanlar, Allah'ın kelamı uyan oynamanglar. Hili işletmanglar, Allah'ın aldaşqa urunmanglar. Allah subhanahu wa ta'ala çekilgen işlarning ismini özgertip yoki hili işletip halal qilishga qat'iy urunmanglar. Wa maw'izatan lil muttaqin. Bu taqvodorlar uchun, qo'rqqanlar uchun, xato yo'lga kirib qolmasam bo'ladi degan kishilar uchun vaz nasihat bu. Ammo qo'rqmaydigan, qalbi qitib ketgan kishilar uchun xuddi bir hikoyada, xuddi bir tarixdek anlanadi. Taqvodor kishilar uchun vaz nasihat bu. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Allah subhanahu wa ta'ala ma ayet arqalıq ayın davrdagi Yahudilarning bir kesilini bayon qilish orqali bugun kunimizda bizni maydonga kelayotgan bir kasallikni xabar beryotdi. Ayın davrda Musa qavmiga Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni qilib bo'g'izlashga buyurdi dedi. Nima uchun? Buningki bir arxiv kuni shu. Ya'ni Bani Isroillarda boy bir odam bor ekan, uning bir mirosxo'r jiyani bor ekan. Bu mirosxo'r jiyani u boy tag'isidan mirosini baldurroq elish uchun boy tag'isini o'ldirib etib, başka bir mahallaga, başka bir qabilaga tashlab qo'ydi ekan. Ondan keyin shu qabiladan qisos talab qildi ekan. Men tag'amni o'ldirib o'tibdi deb. O qabila yo'q deb mana bu shunda da'talash qilib, bir-biriga ittirishib, qon to'kashga tasla qoldi ekan. Oxirida Musa alayhisolamning qishig'i kelib, "Ey Musa, mana bu shunda ish bo'ldi. Bizga bir yo'l ko'rsatsang" dedi ekan. Musa alayhisolam Allohga duo qildi ekan. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisolamga vahiy qildi ekan. Nima deb? "Innalloha ya'murukum an tadhbahu baqara." Qala bo'g'izlasin deb. Qala bo'g'izlash bilan qotilni tepishning qanday munosabati bor? Hech qanday bir munosabati yo'q deb ko'rinadi. Amaliyotda biz aqlimiz bilan o'ylasak bir munosabati yo'q, lekin Alloh subhanahu va taolo ularga ana shundaq aqldan o'tmaydigan, hikmatini o'zi bildigan qala bo'g'izlashni iborat bir buyruqni ularga qildi. Lekin Bani Isroillar aqlliq deb o'ylab o'zini aqlim yetmaydi u hidoyatga. Qalu atattakhiduna huzwa. Ular bo'lsa, "Ey Musa, bizga chaqchaq qilyapsan" dedi. Ular Allohning buyrug'ini ijro qilmay, xotinlar bu qala bo'g'izning nima munosabati bor? Deganga o'xshash atattakhiduna huzwa, chaqchaq qilyapsan degan bu savolni so'radi. Buningda Bani Isroillarningki Allohning buyrug'iga qarta bir xil ko'zga ilmasligi, hurmatsizligi chiqib turdi. Shunday bugun kunimizda Alloh subhanahu va taolo ma'lum ishlarga bizni buyurgan bo'lsa, biz qalbimizni o'tkazolmay, hikmatini tushunolmay, ba'zi bir savollarni so'raymiz. Shunga o'xshash. Alloh subhanahu va taolo bizni yaratgan, koinotni yaratgan eng ulug' bir zot, ilmi cheksiz. Alloh subhanahu va taolo degan ishlarning hikmatiga bizning bu cheklik aqlimizning yetib borishi natayin. Hikmini bilsak yaxshi. Hikmetini bilmasak, xuddi bizning aqlimizga zid kelsimi, qarshi kelsimi, munosabati yo'qdek bilinsimi, Alloh taolo dedimi? O to'g'ri. O haqiqat. Ammo biz aql qilishib kelsak, xuddi Bani Isroillarga o'xshash bo'lib qolamiz. Bani Isroillar o'zini aql chaqilgan bo'lg'achqa, qotilni tepish bilan bu qolib bo'lsam, nima aloqasi bor? Atattaqiduna huzwa. Ey Musa, chaqchaq qilyapsan dedi. Vaholanki bular kamtarlik bilan Alloh buyurdimi deb qalni bo'g'izgan bo'lsa, ish tugatdi. Lekin Allohning buyrug'iga Musa alayhisolamga bir hurmatsizlik qildi. Shundaqla buni payg'ambar degandan keyin, bu payg'ambar degan chaqchaq qilmaydi. Unda ishlarga deb ijro qilmadi bular. Ya'ni bular shartsiz itoat qilmadi. Demak, qalbimizda aqlimizga ishinib shartsiz itoat bo'lmasa, biz yana haqiqiy musulmon bo'lolmaymiz. Bani Isroillarning ahvoliga o'xshash bo'lib qolamiz. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Men bundaq cho'ng ishlarda Allohning buyrug'ini sizlarga yetkazishda chaqchaq qilib, mesxir qilib, jahillardan bo'lib qilishni Allohga panohlik tilayman. Bundaq ishda chaqchaq qilmayman deb o'zininki meydanını pozisiyasına oturup koydu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Hamda Allah subhanahu wa taala kalı bo'g'izlanlar degandan keyin ular kalı bo'g'izlagan bo'lsa ish tugaydi. Lekin ular ey Musa, Rabbingga duo qilsang, bizga u kalni uchuq deb bergan bo'lsa dedi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikru awanun bayna zalik. Musa alayhisalom Allah subhanahu wa taoladan vahiy olgandan keyin Allah u kalni sifatlab shundaq dediki, qirmu emas, yashmu emas, o'ttir yash bo'lsin dedi. Faf'alu ma tu'marun. Musa alayhisalom ularga buyrug'ini qilinglar dedi. Yani ko'chilimanglar. Alloh subhanahu va taolo sizlarga nimaga buyurgan bo'lsa, shuni qilinglar dedi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Bu Bani Isroillar yana savol so'rashga boshladi. Ey Musa, Robbingga duo qilsang, bizga u kalning rangini deb bersa dedi. O'ylab baqinglar. Bu yerda Bani Isroilniki manda bir kesili, ya'ni ruhiy jihati kesili maydonga chiqadi. Bir odamninki bir ishni qilg'usi kelmasa, unga mana shunday savollarni so'rab, tirik chiqadi. Masalan, balam,
Öyn tazalaveting desa, ma öyn tazalag'usi ba odam. Yoki buyruqni qabul qilgan odam qanday qildi bilamsizlar? Qo'lga supurkini oladi, öyn tazalaydi. Va yoki savol so'g'is kelsa, hammayani tazalamdim deb so'raydi. Masalan, qig'is kelmasa, öйni hozir supramdim, atimi. Va yoki hozir supursam, yomg'ir qolsa qanday qilaman? Deganga o'xshagan nurg'un savollarni so'raydi. Ya'ni bahona xarakterlik savollarni so'raydi. Supurmanga bo'ldi degizadigan savollarni so'raydi. Shunga ama bilish uchun savol so'rash dinimiz cheklanmaydi, ammo so'ralmalik qilish, qilg'usi kelmaganlikdek bir savol so'rash dinimizda cheklanadi va shundaqla bu ishni qiyinlashtirib qo'ydi. Bizni tar ko'chaga qistab qo'ydi. Bani Isroillar dal shundaq qildi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nazirin. Musa alayhisalom Alloh subhanahu va taoladan vahiy olgandan keyin Musa alayhisalom dedi, Alloh taolo deydi, u kala shundaq bir kalaki sap siriq, faqi' paqrab turadigan. Tasurrun nazirin qarg'uvchilarni xursand qiladigan. Ana shundaq bir go'zal kala dedi. Endi bular yana ijro qildimi? Ijro qilg'isi yo'q odamga savol jiq. Qalu du'u lana robbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha alayna va inna inshaallohu la muhtadun. Ular dedi, ey Musa, Robbingga duo qilsang, bizga u kalni bayon qilib bersa. Bo'choq bayon qilib bersa. Innal baqara tashabaha alayna. Haqiqatan bu kala bizga ilishib ketdi. Ya'ni bizga mujmal bo'lib qoldi. Va inna inshaallohu la muhtadun. Haqiqatan biz Alloh xolisa biz uni chuqum topamiz dedi. Demek işini qilg'usi kelmasa, mana shu savolni so'raveradi. Masalan, ma hayotda Alloh subhanahu va taolo buyurgan ishlarga ajoyib bir shartlarni qo'yamiz biz. Ajoyib savollarni qo'yamiz. Ana qilsam qanday bo'ldi? Mana qilsam qanday bo'ldi deb nurg'un savollarni qo'yamiz. Shunga o'xshash dunyolik ishdan birisi kelib qolsa, tavakkul qilamiz. Hech qanday savol so'raymiz. Masalan, deylik, Alloh yaxshi ko'radigan bir yaxshi bo'lmaydi. Lekin buning uchun paloniyaga borasiz va yoki uyingizga haftada bir qaytisiz deganga o'xshagan bizdan bir badal talab qiladigan bir buyruq kelsa, biz unga ajoyib savollarni so'rashga boshlaymiz. Bu yoki kelsam qanday bo'ladi? Ballalarim qanday qiladi? Haftada bir qatim kelsam ballalarim qanday bo'ladi? Deganga o'xshagan nurg'un shartlarni qo'yamiz. Ammo shuningga o'xshashdan birisi, ya'ni dunyolik ishimizda birisi duch kelib qolsa, hech qachon u savolni so'raymiz. Masalan, yiroq yalagimi tavakkul qila olamiz. Qo'rqmaymiz, so'raydigan savolimiz qilib qolmaydi. Masalan, bu oila jihatda bo'lsin, masalan, ayollarda bo'lsin, hamma odamda o'zi bilib bilmay bulab qoladigan bir ish. Masalan, deylik, biz Alloh uchun bir ish qilamiz deb ba'zi bir jabalarni tatdik va yoki oilamizdan ayrildik deylik. Bunga nurg'ulg'an savollar chiqadi. Siz kelsangiz qanday bo'ladi? Balalarni qanday boqaman? O bu deganga o'xshash. Ammo men yiroqqa bir pul tepib kelay desam, bu vaqtda nima deydi? Siz xotirjam bo'ling, balani men boqaman deydi. Demak, ma diniy ishga kelgan vaqtimizda mushunday savollarimiz ko'payib qoladi. Xuddi Bani Isroillarga o'xshash. Ammo oxiratlik ishga kelgan vaqtimizda savollarimiz ajoyib ko'payib ketadi. Shartlar qiyinlashib ketadi. Oy, payg'ambarimiz unda qilmagan, payg'ambarimiz bunda qilgan, payg'ambarimiz ayollarga unda qilgan, oilasiga bunda qilgan deb ajoyib bir bahonalarni ko'rsatib ketamiz. Lekin dunyolik ishimizga kelgan vaqtimizda hech qachon bu gapni qilmaymiz. Bani Isroillarning ahvoli dal shunga o'xshaydi. Ya'ni savollari ko'pdi. Alloh buyurgan ishlarda. Asli to'g'risini aytib bilamsizlar? Taslim bo'lish. Qalni bo'g'izlashga harakat qilish. Hech qanday harakat qilmay turib, bu deganligi sizning qalbingizning tagida bu buyruqni ijro qilishingizning yo'q ekanligi. So'ralmaligingizning bir ifodasi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha. Musa alayhisalom aytdi. Innahu yaqul Alloh subhanahu va taolo dedi, innaha baqaratun la zalulun tuthiru al-ard. U shundaq bir kaliki yer haydab, ekin sug'urib ko'ndirilgan bo'lmasligi. Bijirim olisi yo'q bo'lishi kerak dedi. O'ylab baqinglar, tug'an sir qiyinlashdi. Qalul ana ji'ta bil haqq. Bani Isroillar endi Musa alayhisalom nima dedi? Al-ana ji'ta bil haqq. Endi to'g'ri gap qilding dedi. Qaranglar, bularning qalbidagi bir xil hakavorlikqa Musa alayhisalom 5 to'g'ri gap qilmaganmi? To'g'ri gap qilgan, lekin bular qalbidagi so'ralmaligi sababli uni deb baqib, buni deb baqib, eng oxirida savollarning hammasiga javob bergandan keyin endi to'g'ri gap qilding dedi. Musa alayhisalomning to'g'ri gap qilmaganligini nima biladi bular? Bilmaydi. Lekin bular qalbidagi kibri sababli endi to'g'ri gap qilding dedi. Xuddi bu bugungi kunimizga ba'zi kishilar bor. Ba'zi hakavorlarcha savollarni so'raydi. Diniy hukmlardagi ba'zi gaplarni qilsak, buni tafsiriy tushuntirsak, endi to'g'ri gap qillar deydi. Nima bilsa sen bunun to'g'ri gap qilmaganligini burun. Sen qalbingdagi hakavorlik sababli ba'zi bir e'tirozlarni ifodalding. E'tirozingga yarasha yana tushuntirdik. Tushuntirgandan keyin endi to'g'ri gap qillar axonim yoki damollam deydi. Sen 5 tillam Allohning so'zi aytilgan vaqtda to'g'ri gap qilding yoki to'g'ri gapni yetkazding degan bo'lsang, bu pozitsiya to'g'ri o'tdi. Lekin po'chilik qilib, ma qalbidagi kibr sababli da savollarni survatib, oxirida to'g'ri gap qillar. Bu bir kibrning alomati. Bani Isroillar dal shunday pozitsiyada edi. Islomning ko'rsatmalari qarta shunday bir qalbida kibr botdi. Kibr sababli payg'ambarni ko'zga ilmaydi. Ash to'g'ri gap qiladi deganning o'zlam nimani ifodalaydi bilamsizlar? Qalbimda men bilitdim deb o'zininki bir xil bilmaslikdan iborat bu johillikni yushirib, tasdiqlagan sifatda o'zini cho'ng tutganligini ifodalaydi. Millat sen johilsan, bilmaysan. Ilm ahli biladi, payg'ambarning varisini biladi. Payg'ambarlarning varisi degan vaqtida sen sillanma degan bo'lsang, to'g'ri pozitsiyada bo'larding. Lekin ma qalbingda kibr sababli ana shunda po'chilik qilding. Texa to'g'rini yetkazib bo'lgandan keyin tasdiqlab, xuddi Bani Isroillar ji'ta bil haqq, am to'g'ri gap qilding deganga o'xshash, ma pozitsiyani tutding degan. فذبحوها وما كادوا يفعلون. Ular oxiri kalni tepib, u kalni bo'g'izladi. وما كادوا يفعلون.
Ular qılanmağılı taslı qaldı. Nima uchun qılanmağılı tas qaldı? Çünki ular kalni izlab tapamay. Oxiri aşı bir yetim balaning kalasini tapdı. Şu sifatga tushadigan. Lekin bu yetim bala aşı kalning ig'liqida yoki tresga qachilangan oltini bermasanglar, kalni bermayman, satmayman deb turib oldi. Ular pullarını toplab bu kalni erish uchun qiynaldi. Voz kechkilar tas qaldi. Qılanmağılı tas qaldi ekan. Demak, ba'zi ishlarni mana shundaq so'rab va yoki urunsuz taqvolik qilib, inchik qilib olsak, o'zimizga ziyon bo'ladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Sizlar Bani Isroillarga o'xshash masalani so'rab qiyinlashtirmanglar" degan mazmunda bizga alohida eskartishlarni bergan. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo qandoq qilib o'tirg'i chiqarganligini bayon qilyapti keyingi oyatda. "Va id qataltum nafsan fadara'tum fiha." Sizlar o'z vaqtida bir jonni o'ltirib, u jon haqida da'talash qildinglar, birisi-birisini döngüşdinglar deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni voqealikning tafsilotini oyat orqali deb turadi Alloh subhanahu va taolo. "Vallohu mukhrijum ma kuntum taktumun." Alloh subhanahu va taolo sizlar yushirgan ishni oshkor qilguvchi, uni o'tirg'i chiqarguvchi deydi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali bizlarga sizlar maxfiy qilgan ishlarning hammasini bilguchi, uni o'tirg'i chiqaradi deb bizni ogohlantiryapti. Faqul nadribuhu bi ba'dha. U kalni o'ltirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularga u kalning bir qismi bilan maqtul o'ltirilgan odamni uringlar dedi. Kalning bir qismi bilan o'ltirilgan odamni uringlar dedi. Kazalika yuhillahul mauta. Ana shuningdek Alloh subhanahu va taolo o'liklarni tirildirdi deydi. Ya'ni kalning bir qismi bilan o'ltirilgan odamni urgandan keyin u odam tirilib qotilni, ya'ni o'zining jiyanini ko'rsatib, ondan keyin yiqildi. Demak, Bani Isroillarning ko'z oldida Alloh subhanahu va taolo bir o'likni tirildirib ko'rsatdi. Lekin nim bilan tirildirdi? Kalning bir qismi bilan urib tirildirdi. Demak, Alloh subhanahu va taolo tirildirishdan iborat. Bu qudratiga kalning bir qismi bilan urishdan iborat bu sababni parda qildi. Mohiyatda shunda Alloh subhanahu va taolo nurg'unlagan ishlarga ma'lum ishlarni sabab parda qiladi. Masalan, kasalimizningki saqayishiga nimani parda qiladi? Dorini. Shuning o'xshagan nurg'unlagan narsalarni parda qiladi. Haqiqiy mo'min pardadan o'tib Allohning qudratini ko'ralaydi. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo o'liklarni mana shunday tirildirdi deydi. O'ylab boqinglar, ko'z oldida o'likning tirilganligini ko'rgan xalqning qalbini bo'lish kerak. Irib ketish kerak. Allohga bog'lanib ketish kerak. Oxiratga bo'lgan iymoni shaksizlik darajasiga o'tish kerak. Va yuriikum ayatihi. Va shuningdek Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlarini, mo'jizalarini mana shunday ko'rsatdi. La'allakum ta'qilun. Aqlinglarni ishiltishinglar uchun. Aqlinglar orqali Allohning mo'jizasini ko'rib, iymonda mustahkam turishinglar uchun mana shunday o'liklarni tirildirdi va o'zining oyatlarini ko'rsatdi. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalik. O'shundan keyin ana shunday o'likni tirildirishdan iborat shunday mo'jizani uchuq ko'rgandan keyin sizlarning qalbinglar yana qetib ketdi. Fahiya kal hijara. O xuddi tashdaq ketib ketdi qalbinglar. Allohdan qo'rqmaydigan, Allohning buyruqlariga har xil sabablarni ko'rsatadigan, har xil o'yinlarni o'ynaydigan, har xil hiyla-meklarni ishlatadigan mana shunday darajada qattiq ketib ketdi. Aw ashaddu qaswa. Tashdan ketib ketdi. Alloh subhanahu va taolo nima uchun tumirda ketib ketdi demay, tashdaq ketib ketdi dedi? Chunki tumirning o't qisasi eriydi. Yumshaydi shundaqmi? Ammo tash o't qisasi erimdi, erimaydi. Portlashi mumkin, ammo erimaydi. Aw ashaddu qaswa. Tashdimi qattiq ketib ketdi deydi Alloh subhanahu va taolo. Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Chunki tashlardan ba'zida uningdan daryolar portlab chiqadi. Tashlarning orasidan iqin chiqadi, daryolar chiqadi, suv chiqadi. Va inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma. Ba'zi tashlardan yerilib suv tamchib chiqadi. Va inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Ba'zi tashlar Allohdan qo'rqib domlab tushadi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda tashning 3 xil sifatini bayon qildi. Ba'zi tashlar borki, u tashlardan daryo iqinlar shakllanadi. Ba'zi tashlar borki, suv tamchib chiqadi. Ba'zi tashlar borki, egizni qana qiladi, domlab tushadi. Ammo ma qavm Allohning o'likni tirildirganligini o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin vaqt o'tgan sari qalbi qetib ketdi. Na uning qalbidan bir ilm daryosi chiqdi, na uning ko'zidan toshning tamchigan o'xshash bir yosh bir tomchi chiqdi, na ular qalbidagi kibrini tozalab, tashim Allohdan qo'rqib egizni domlab tushdi ekan ya, Allohga egildi. Allohga bo'ysundi. Hech qaysini qilmadi. Bir toshni buldigan sifatningmi hech qaysini qilmadi. Bu sababdan av ashaddu qasva. Uning qalbi toshdimi baq qetib ketdi. Chunki toshni buldigan sifatmi ularda tepilmadi. Va mallohu bighafilin amma ta'malun. Alloh subhanahu va taolo qilmishinglardan bexabar emas. Hammani bilib turadi. Qalbinglarning qanday ekanligini, qetib ketganligini, qasovat besib ketganligini, sirqiy jihati taqvoda ko'ringan bilan nima ishlarni qilganliginglarni Alloh subhanahu va taolo biladi dish orqali bizga ajoyib bir ogohlantirish beradi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni qalbimizdagi o qattiqlikni, o qasavatni balkim insonlardan yushirib olishimiz mumkin. Tashda yaxshidek ko'rinib, ichki jihatda tushib ketganligimizni yushirib olishimiz mumkin. Ammo Allohning oldida hech qaysini yushirolmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bizning tashqi va ichki hamma ishimizdan xabardordir deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu xil illatdan, ya'ni Bani Isroillarga o'xshash Allohning buyrug'i oldida har xil savollarni so'rash orqali qilg'imiz yo'qdek bu xil pozitsiyaga tushib qolishdan Alloh subhanahu va taolo bizni saqlasin. Va shundaqla urunsiz taqvolik bilan yo'limizni taraytib oldigan bu xil pozitsiyadan Alloh subhanahu va taolo bizni saqlasin. Va shundaqla qalbning qetib ketishidan Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Qalb qetib ketgan vaqtda qaranglar. Uning na mo'jiza hech narsa ta'sir qilmaydi. Mo'jizani ko'rsimi, qalbi qetib ketgan inson ermaydi.
Masalan, bugungi kunimizda bir mo'jiza kaskan deymiz. Qalbimiz uningga tayyormi? Qalbimiz qanchalik darajada yumshoq va qattiq? Va qalbimizni pokizlamasak, mo'jizami ta'sir qilmaydi. Qalbimiz yumshoq bo'lsa, har yerda Allohning mo'jizasini ko'ra olamiz va shundaqla ochiq mo'jizaga ehtiyojim qolmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo oyada bir qalini sabab qilib bir o'lakni tildirgan bo'lsa, ko'z oldimizda quyoshni sabab qilib bizga yo'qlik beryotidi. Va shundaqla bulutni sabab qilib yomg'ir beryotidi. Qalini sabab qilib sut beryotidi. Tuxuni sabab qilib tuxum beryotidi. O'ynab paqilgan bo'lsak, qalbimiz azroq yumshagan bo'lsa, biz Allohning biz qilgan yaxshilikni, mo'jizasini har vaqt, har yerda ko'ramiz. Allah subhanahu wa taala qalbi qatib ketgan kishilarning qatoridan qilmasin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.